Assalomu alaykum aziz ko'rarmanlar. Men hozir sizlarga mayda pishirilgan ziqliq qo'y go'shti kabobining tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Qo'yning loq go'shti 500 gram, bambuk notsi yasalgan ziq 20 dona, qizil turop, oshkuki, yani bir baş piyaz, tuxum, bir dana, xuruşları, tuz, aqmoch, tetikqo, zira, qizilmuch uni, yo'l kraxmal, sumay qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Oldi bilan go'shtni to'g'rab olaylik. Go'shtni cho'ng-cho'ng yaplaq chiqib to'g'raymiz. Go'shtni to'g'rab bo'ldik. Go'shtni bir qachiq qilib go'shtga tuz bir bal qo'shiq, aqmoch yarim bal qo'shiq, ya'ni oz miqdorda tetikqo qo'shamiz. Zira bir bal qo'shiq, yo'l kraxmal muvofiq miqdorda tuxumning eqidan biroz qo'shib aralashtiramiz. Arqadan baş piyazni nefis shulimiz. Go'shtga qo'shib, qizilmuchdan bir bal qo'shiq yana aralashtiramiz. Qancha aralashtirsangiz shuncha ko'pib yumron chiqadi. Endi 5 minut atrofida qo'yib qo'yamiz. Tam ichiga singishidi. Go'shtni ziq o'tkazib olaylik. Go'shtni biz shunday o'tkazib, bu kabobni tutib yeyish uchun oqidan muvofiq araliq qo'yib qo'yamiz. Kabobni o'tkazib bo'ldik. O'choq o'taqib, qozon qizg'anda qozonga 1,5 kilo atrofida may qo'yamiz, ya'ni kabob chilashqidak. May qizg'icharlikda biz bu turibda bir dona sho'xiq gulsancha olaylik. Nefis mana shunday shilib olamiz. Bu turibni o'rab, sho'xini mana o'tkazib, yana birisini matrapni o'tkazib, yana bir dam turibni mana bunday o'tkazamiz. Mana bunday o'tkazamiz. Yana bir dam turibni mana matrapga o'tkazamiz. Gulni sanchib bo'ldik. Maymo qizib qapti. Mayni 6 darajada qizitamiz. Kabobni birdan solamiz. Bu kabobni bo'sh o'tda singishtirib oldirmay pishiramiz. Ondan bu tayyorlangan gulni taksiga bizib olaylik. Bu gulga oshkukidan yupurmoq chiqarib, o'ttirga quyib olamiz. Biz bu kabobni rangini mushunda qizartib chiqarsak bo'ladi. Hamda kabobim pishib qoldi. Suzib olaylik. Pishqandan keyin kabob qiziq vaqtda biz zira aralashma dermak yasab olaylik. Zira
qizilmuch uni bir chimdim, tuz bir chimdim, oqmush bir chimdim aralashtirib kabobning ustiga sepamiz. Tak sepib bir qochoq ilib olib, bir taldan tizimiz. Mana bu kabob tayyor bo'ldi.